Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga mana bu orxideyam haqida gapirib beraman. Bu orxideyam oxirgi yillar juda ham qiynalib qoldi. Barglari mana ancha kichrayib qolgan. Bu o'zi juda ham bargi katta orxideya edi. 2-3 kun oldin qarasam bitta bargini quritib, keyin bitta bargi ildizi tarafdan sarg'ayib kelayotgan ekan. Mana bu bo'yni tarafi, bu taraf bargning uchi. Agar bo'yni tarafdan barg sarg'ayib kelsa orxideyada yoki bo'ynida bironta chirish bo'ladi yoki bironta problema bo'layotgan bo'lishi mumkin. Sirrazu siz u bargni olib tagini tekshirib ko'ring. Mo'sh chorniy gneyniy bo'lishi mumkin, qanaqadir kasallik aynan bo'ynida chirish bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yana bitta situatsiya bor. Agar mana bunga o'xshab tagidan birgala tomirlar o'sib, qisilib, bargni qisib qolgan bo'lsa ham o'sha barg sarg'ayishi mumkin. Keyin mana bu yerda nimadir chiqaryapti ekan bu detka yoki tsitrus, пока что не знаю. Shunaqa vaziyatda ham bargini quritishi mumkin. Bu strashniy ahvolda emas. Men buni o'zi amalajivать qilishim kerak. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, ozroqdan so'ng mana bu nima ekanligini aniqlab olib, keyin mana bu yerda yoshartirib orxideyamni alohida пересадка qilaman. Ungacha tomirlarini, воздушный tomirlarini qilishga, suvga moslashishga, suvni впитывать, o'ziga vlagani впитывать qilishga o'rgatishim kerak. Ozroq buning uchun опрыскивать qilib turishingiz kerak. Har qanchadir vaqtda опрыскивать qilib tursangiz, tomirlari suvni o'ziga shimishga o'rganadi. Keyin bemalol yoshartirishingiz mumkin yoki detka bo'ladigan bo'lsa, ajratishingiz mumkin onalik orxideyadan. Ishqilib shunaqa vaziyat. O'zi bu bargni olganimga 2-3 kun bo'ldi. Video olaman bilan vaqt o'tib, ancha vaqt o'tib ketdi. Mana ko'ryapsizmi? Mana bunaqa ko'rinishda. Mana bu polniy orxideya, mana bu ildima bo'yniga yaqin joyidan sarg'ayib kelgan. Ko'ryapsizlar-a? Bargini asta-asta ehtiyot bo'lib olib tashlaysizlar, чтобы tomirlari boshqa narsalarga zarar yetkazmasligi uchun mana shunday bo'lak qilib olishlaringiz kerak. Agar uchidan sarg'ayib keladigan bo'lsa, keyin mana bunday prям shimib oladigan bo'lsa, bu o'zi tabiiy. O'ziga yoki pitaniya yetmaganligi uchun shunday bargini shimib oladi. Unda siz oziqa berishingiz kerak orxideyangizga. Men hozir bu orxideyaga oziqa berishim kerak. Agar mana bunday sochli barg bo'lib tursa-yu tagidan sarg'ayib kelsa, demak aniq bu yerda kasallik bor. Sirazi bo'ynini ko'ringizlar. Sizga maslahatim shu. Ma'lumot sizga kerakli, foydali bo'lganidan xursandman. Keyingi videolarni ko'rishguncha.